Roblox'dagi misol bugungi videoda Samik bilan birgalikda Money Printer Tycoon o'ynaymiz bo'ldi. Короче, bu pul zavodi bo'ladi. Pul zavodi qurishimizga to'g'ri keladi bo'ldi. Eng zo'r zavod qurgan bo'ladi 80 ta yutib oladi. Mani yoki Samik bo'ldi. Yo'q, короче, Samik salomlashib qo'ying. Hammaga salom, sizlar bilan Samik, like, obunalar bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Da bo'ldi. Короче, o'yinni boshlaymiz. Da, Samik zonangizga boring. Eng zo'r zona qilgan va ko'p pul yiqqan bo'ladi, albatta 80 ta g'olibi bo'ladi. Короче, biz boshlaymiz. Bizda hozir aniq narsa bor. Bu pul chiqaradigan zavod bo'ladi. Bo'la, mana shu yerda bizning zavodimiz, bu yerda zavodimizda hech qanday narsa yo'q, faqatgina bir etajli va bunaqa fasad ekan. Buni endi mana bu yerga pul chiqaradigan narsamiz, nima qildi bu? Pulni boshqa joyga chiqaryapti. Hozir buni aylantirib qo'yar ekanmiz. Mana rinni bossak aylanadi. Zohir ham kiribdi ko'nga. Hozir yozadi, assalomu alaykum aka, videomi deb yozadi hozir. Kerak joyda pul chiqadi, mana bu yerda bizani cash collect narsamiz bor. Aka videomi deb yozyapti. Aytdim-ku, bola aka videomi deb yozadi hozir. Da, video. Короче, pullarni yig'amiz mana bu yerda pulimiz printer bo'ladi, ya'ni pulimiz chiqadi. Mana bu yerda biz pullarimizga yangi zavodlarni sotib olsak ham bo'ladi hozir. O'yinda hozir sal pasaytirib qo'yaman. Короче, shopimiz bor. Shopda bizga stok kelgan. Ochmayapti shopda. Mana. Money printer, ya'ni pulni print qiladigan, chiqaradigan narsamiz bor. Mana o'zi qancha pulim bor? 19 dollar pulim qoldi vallahi. Yo'q, ikkita narsa oldim, pul chiqaradigan zavodcha oldim. Endi buni narsani joyiga joylashtiramiz mana bu yerga, mana yonboshiga. Endi bu chiqayotgan pullar mana bu yerga tushmaydi vallahi. Shuning uchun mana bu yerga hozir pullarni o'tkazib, mana shu collect olib keladigan narsa qurishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda uni shopdan olamiz, menimcha. Yo'q, bu shopdan emas ekan. Yo'q, bu yerda emas. Qayerda oladi uni? Shopdan ekan o'zi? Jir, mana bu yerda ekan. Yo'q, 300 dollar ekan bu vallahi, 300 dollar. Endi hozir pullarim mana sharqa ketibdimi, chiqargan pullarim. Mana pullarim pastga tushib ketibdi. Pullarni yig'amiz, 131 dollar pul hozir. 5 ga pul berdi menga tekinga. Oy. Kirganimiz uchun o'yinga 5 ga pul berdi. Endi bunga mana narsalarni ko'proq olamiz va hozir yana 3 ta olishimiz kerak. 3,5 ga pulimiz qoldi. Mana buni joylashtiramiz. Sizga qanday ketadi, Samik? Yaxshi, kuchayaman. Bo'ldi endi. Malika yutib qo'yaman bugun. Oy. Ko'ram, vaqt ko'rsatay. Bo'ldi. Tay, bossanlar bugun bolalar nima deysizlar? Kommentariyga hozirda yozib qo'yinglar, Samik yoki men yutaman. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Atak, men yutib qo'ysam kerak. Bunaqa o'yinlarda men vafshi dahshat o'ynayman lekin. Yoraveraman bunaqa o'yinlar. Ben uni sotib olsam 92 Robux kerak topdi. 92 Robux? Yo'q, men pulim yetmay ketgan. Bo'ldi. Yo'q, короче, bo'laman, dahshat bo'lib ketdi vafshi. Oy, qancha pul ishlayapti? Qancha pulim bor deb o'ylaysiz? Yo'q. Samik talab 5 ga bor ekan. Tezroq stok kiradigan hisoblik avtokallik bor ekan. Avtokallik money from the sale parts topdi. Mana shuni olib qo'yamiz. Yaxshi. Nima? Qanaqa kuchayib ketdingiz bunchalik? Tekin narsa berar ekan bu yerdan. Qayerda? Mana yerda diamond printer berar ekan. Free reward deb qo'ygan. Gruppaga qo'shilib like bosish kerak o'yinga. Okey. O'shani 2-3 marta bosib tashlasangiz 2-3 ta ham berib ketadi xolasa. 2-3 ta berib yuboradi. O'shanaqa narsadan. Bug bordi. Yo'q, короче, mana hozir diamond printerdan 4 ta bor. Oy, qancha pulim bor mana bolalar. Yo'q, analiz kelar, shopda nimalar bor? Bizga printer kerak, qimmatroq reverse deb bergan kenglikda reverse qilishimizga 200 million. Oy, birinchi reverse o'tishimizga 200 million kerak bolalar. Buni 200 o'tishimiz uchun qanaqa men zavod qurishim kerak hozir? Men vaqt tushunmayapman. Jinni zavod qurishimizga to'g'ri kelar ekanda. Qana gold printerlar bor, stoklarga ko'p narsa aniqlar ekan. Sel partdan ham ko'proq olamiz va conveyor belt degan narsadan juda ham ko'p olishimiz kerak bo'ladi. Hozir 12 ta zavod sotib oldim. 12 ta zavodimizga hammasini qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hamma zavodlarni mana bu yerdan qo'yib chiqamiz orqasidan. Chiroyli qilib yasab qo'yaman hozir. Mana bu yerga ham qo'yamiz, mana bu yerga ham qo'yamiz. Keyin bu yoqqa ham qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Yaxshi. Bu yerdan pullar o'tadi bolalar. Keyin mana buni yon tarafiga ham betga ochib qo'ysak bo'lar ekan. Bundan ko'ra buni qilib qo'yamiz mana. Endi sell part mana narsalarda aniq qilamiz. Pullar, короче, mana bu yerdan sekin kelish kerak. Mana bu yerdan sekin kelib, mana bu yerdan hammamiz yaxshi betga kelib, bu yerdan mana bu yerga kelish kerak. Xato qilib qo'ydim, ko'chaga ketib qolyapti pullarim. Mana, endi to'g'ri bo'ldi. Betga keladi. Mana bu yerga keladi. Mana ikkalasi xato qo'yilib ketibdi.
Pastga qarab turish kerak. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Endi nimaga pulim bu yoqqa ketib qolyapti? Qiyin ekan bu. Endi to'g'rilandi. Yo'y, qancha pulim bor? Yo'mayo, shuncha zavod qurib tashlarim, pul ishlaydigan. Endi men aytgan yanada zavodlarni sotib olsam bo'ladi, stok keladi, 1,5 minutdagi stok keladi. 100 million qilsak hozir reverse qilamiz bo'ldi. Masalan, ko'proq olamiz. Printer ham olishimiz kerak. Gold printerda 6K ekan, 6K narxi. 20 nechta dirham olamiz hozir. Bo'ldi, 27 top qo'ydim. Qayerga sig'diraman bularni? Ikkinchi tarzda olsa bo'lar ekan shunisi. Ikkinchi tarzda olsa bo'lar ekan. Yo'mayo, buni qaranglar. Men aytdim, polniy analar olib qo'yib chiqaman. 20 ta bor hali zavod. Davay, yaxshi, bu yerga polniy qo'yib chiqdik. Bu yerdan hammadan pul keladi. Keyin mana bu yerga 2 ta, 3 ta qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Yana darishga qo'yishimiz kerak. Bu yerdan pul yig'adi polniy. Mana bu yerdan samondan qo'yamiz. Bu yerga, yo'q, xato qurdim. Короче, mana bu yerdan mana kelish kerak. Betdan hashta keladi pul. Pul betdan shunaqa kelgandan keyin endi mana bu yerga ketadi. Bu yerga ketgandan keyin esa mana bu yerga ketib qolishi ham mumkin. Yo'q, bu yerga ketmaydi. Hozir bu yerga bitta, betga mana bu yerga. Ana endi cho'tki bu. Yo'q, mana bu yerda xatolik ketib qolibdi. Buni mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Yana 10 ta zavodimiz bor. 10 ta zavodimizni ham qo'yadigan bo'lsak, bizda polniy bitta sistema paydo bo'ladi. Samik qanday ketasiz Samikda? 500 ga puli bor Samikda ham mana. O'yin qilasizlar Samik. Bizlar bilan birga obunachilar o'ynayapti. Felix bor ekan, Zohir bor. Zohirda 1 million puli bor. Nima gap Samik? Yaxshi, to'g'ri. Gapirib o'yna, u nima? Настроение yetkazib qo'yaman deb o'ylaysiz. 80 ta ro'zal ketib qoladi. 14 ta narsam bor yana. 10 ta zavodimiz bor. 10 ta zavodimizni ham quraveramiz. 10 ta zavodni mana bu yerdan qurib kelaveraman yana. Buni oldiga yana pullarni, soqqalarni olib keladigan narsa qo'yamiz. Yaxshi, mana. Sirazi mana bu yerdan shunaqa qilamiz. Nima? Rebit qildingizmi? Yo'q, hali 100 million-da. Men pulim yetmayapti вообще. 100 million ham qilib qo'yadim men. 200 million ekan. 100 million deb o'tiribman. 100 million. 200 million ekan. Yo'q. Bular jinnimi bu? Bizga farqi yo'q. Bizga farqi yo'q. Reverse tashlaymiz hozir. Pullarni yig'ib yuborak hozir. 200 million easy yig'ib qo'yamiz. Qani, siz qanaqa kuchayib ketdingiz? Aytdingiz ko'p. Men aytdim-ku, qarama, sotib olyapman polniy. Buni zonaga kelib ko'ring. Yo! Sistemani. Yorib o'rganmanmi? Aytdim-ku, bunaqa o'yinlar ko'p o'ynaganman, tez kuchayishni bilaman. Kalik qo'shib qo'ysa bo'ladi. Endi boshladi-ya o'yinni. Ana. Zavodni. Acha stok kelsa yana olaman zavod. Stok keldi mana. 13 ta Emirland printer. Yaxshi, 13 ta olaman Emirlanddan. Gold printerdan ham olaman. Men 13 ta Emirland printerim bor. Hammasini bu yerga qo'yamiz. Bo'ldi, hammasini qo'yib qo'ydik. Mana bu yerga polniy kollektlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Yana bizga 2 ta kollekt kerak. Hozir shopdan olib qo'yamiz uni ham. 2 ta kollektor kerak. Mana sotib olishimiz kerak ko'proq. Mana shundan juda ham ko'p kerak menga hozir. 50 ta 100 ta olib qo'yamiz. Olib o'tirmaymiz, boshqa shopga kelib olganmiz 100 ta oldik. Sel partdan ham mana shu 20 tasi yetadi. Sel partdan bittani, mana bu yerga bittani qo'yamiz. Endi bular pul yig'adi. Aytga obunachi keldi. Obuna bo'lganman deb yozib qo'yibdi ligini. Obuna bo'lganman? Ligini qarang. Obuna bo'lganman. Dirziga qo'shilishni yozib qo'ygan. Keyin qo'shganman dirziga. Obuna bo'lganman deb yozib qo'ydi. Obunachilar prikoli. Zavodlarni qo'yapmiz avvallar. Oppa, yaxshi. Obuna bo'lganman, qochib turing. Yo, WhatsApp bro. WhatsApp deb o'zbekcha yozilay. Qochib turing, brat, qochib turing. Ala! Okey dedi, yugurmaydi. Bo'ldi endi, bo'ldi. Xalaqit yetib qoldi-da, hozir endi kichik ketamiz, to'xtanglar. Davay, Samik, itse 80 Robux. Qochib turing. Bo'ldi, qochdi. Betga qo'yganim bilan pul qanday ishlataman bu yerdan Qana o'tib keladi? Bu yerdan pul o'tib kelmaydi-ku. Zavoddan mana polniy qilib qo'ydim, maksimum.
Zavodni yorib yubordi bola. Yo'q bola, ba'zan kuchayib ketgan. 132 million pul qo'yib bas, reversimizga 200 million pul kerak bola. 200 million uchun yana 70 million pul bo'lsa bo'ldi. Bularni upgrade qilsa emasmikan, nima sekin pul ishlayapti bular. Короче, shopdan qimmatroqni olish kerak-da, printer. Reverse'dan keyin beradi-da. Reverse'dan keyin dahshat printerlarni berar ekan-a. Qana bola, Samitni zonasidan ko'rib kelamiz hozir. Samit qayerda Samit? Mana keldi. O, Samit zonasidan sal kichkinaroq bo'lsa ham yaxshi. Pul aylantiryapti. Samitga ham zo'r ekan. Akkuratni chiroyli qilib qo'yibdi. O, вообще zo'r. Chotki, ko'p sota olish kerak-da, ko'proq sota olish kerak. Samit hozir qancha puli bor? 5 million puli bor ekan. Stok esa olib qo'yib yuborish kerak ishlar. O'sha stok kelishini kutyapman-da. Stok ham 3 minutda kelar ekan. Hozir Reverse'dan zo'r ochlarida bor-ku menga. 146 millionim bor, bola, 146 million. Azgincha, давай, пожалуйста. 50 million kerak xolos yana. Mana pullarni ishlayapti, soqqalarni darshi. Yaxshi. 150 millionga azincha qoldi bola. Hali 150 milliondan bo'lgan, buncha sekin ko'payyapti. Pul вообще kam ko'payapti lekin. 150 million, qanday qilsam bo'lar 150 million? Printerlarni ham akkuratlik joylab chiqish kerak, million. Bu yerda qanaqa qilsa bo'ladi? Zonani kuchaytirsa bo'lmaydi. Ikki tashqi qo'ysa bilan tepaga ham qo'yardim-da ko'proq. Menimcha repeat qilsa, ana kuchayadi. Repeat qilish. Mana bir floor deb qo'yadi. Dada. Bir etajni ko'paytirib berar ekan. Reverse. O'zi reverse qilishcha etaj ko'paytirmoqchi-ku. Mayli, farqi yo'q. Hozir dahshat ish qilib qo'yaman, bitta zo'yish qilamiz. Reverse qilamiz, ketdi. Reverse bolalar. Mana big bolalar reverse qildim. Yana bitta etaj bor. Ayta shopda yangi printerlar kelgan. O'sha printerlardan ham olamiz. Yaxshi, davay. Endi bizga 16 millionga 210 dan print qilib berar ekan. Oy, 16 million pulim yetmas ekan pulim. Yana ikkita oldim. Yaxshi, davay, endi tepaga chiqamiz. Ikkinchi darajaga yangi narsalar qo'yamiz. Betga mana undan. Короче, mana shu uzoqdan ashta qo'yib kelamiz-da. Mana shundan qo'yaver, mayli. 210 k, har bittasi 210 dan berar ekan. Samik mana boshqa reverse dahshatini berar ekan. Yo. Yo, bola, ikkinchi tajdan dahshat qilib tashlayman bor. Bitib. 5 million pulimiz bor. Hozir nagilarni ishga tushirsak, ikkinchi tajdagilarni dahshat pul beradi bir ham. Oy, qani ko'ramiz. Bola, 12 million bo'ldi. 13, 14 million, 15 million, 16 million, 17 million. Ko'payishini qayerlar bo'lardi. İkinci tajda vash, dahshatlarni olib qo'ydim, printlarni. 27 million pulimiz bor. Biz yig'ilmayapti desam, yerga tushib ketayotgan ekan pullarim. To'g'rilab qo'yish kerak, anani. O'sha. Endi tushunib qoldim nimaga kam beryapti bu desam. Voy, mana shunaqa bo'ldi. Voy, qarab tursam pul yo'q-da. Pastga tushib o'tibdi ekan. Pastga tushib. Hozir yana printlarni olib keldim, zavodlarni. Bularni ham mana shu yerga tiqib qo'yamiz. Yaxshi. Qimmat narsalardan zo'r pul ishlayapti, 30 million pul yig'di o'sha. Darish olaveramiz, yiqqan puliga olaveramiz. Printerlarni, pul chiqaradigan zavodchilarni. Obunasi nima deyapti, obuna bo'lganman. Tegiga ham qo'shilganman. Rahmat. Telegram kanal ochdim men. Mana ham qo'yamiz, Mana bu ham betga joylashtiramiz. Zo'r. Mana ham betga qo'yib qo'yamiz. Hozir betga polностью printerlarni qo'yamiz-da, chunki buni ham betga qo'yib qo'yamiz, betga ham printer joylashtiramiz. Betga printer emas, betga mana joylashtirish kerak. Mana joylashtirish kerak. Keyin betlarga printer joylashtiramiz. Mana betga, betdan pul aylanadi. Mana bitdan polностью pul aylanishi kerak. Mana hozir strukturani to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Buni betga aylantiramiz. Yaxshi, mana bu yerdan pul keladi degan. Bu xato qurildi. Mana betga ketadi. Ana bunisi boshqa gap. Endi mana yerga polностью yana printerlarni taxlatishdan bo'ldi. 123 million pulim bor. 128 million. Reverse 100 milliardda ekan. 100 milliard? 100 milliard qanday 100 milliardda? Yo-ma-yo. Men hozir birinchi repeat qila olmayman deb o'ylayapman hozir.
Menimcha bo'ldi. Bittani qilib, ikkinchisini qila olmasam kerak. 100 milliard qattiq o'zi bo'ladi. 100 milliard. 1 milliard bo'lsa ham mayli edi. 1 milliard yig'ish o'zi problemaga hozir. 100 milliard deb qo'ygan. Voy, o'yinni yaratgandan bitta qiynalsin, ko'tini qiynalsin debdi-da. Stok kelsa yangi narsani olamiz. Короче, birinchi tajdagi printerlarni sotib kerak. Printer sotaman, kerak bo'lsa kerak. Tiqilib yotdi ahvitda. Berib bo'lmasmikan printerlarni? Pul chiqargan. Qani? Berib bo'lsa kerak, mana tiqilib yotibdi beraman. Trade yo'q ekanda. Trade yo'q. Yoniga borsa berib bo'lmaydi, yoniga borsa. Qani, hozir yoningizga boraman. Yo'q, bo'ldi, berib bo'lmasa ekan, mana bolam yoniga keldim. Berib. Yo'q ekan. Shuni yomon qildi-da. Og'zini tiqilib yotibdi-da printlar o'zi ham. Kerak emas printlarni o'chirib tashlaymiz. Praktik hammasi kerak emas. Birinchi tajdagi hammasi musor pul ishlaydi bolalar. Birinchi tajda ham dahshat printerlarni to'ldirib qo'ysak, menimcha 100 milliarddan agar yig'ib olamiz. Mana yerda 180 Robuxga olsa bo'lar ekan. 5 ta printer berar ekan. Sekundiga 100 milliard ishlab berar ekan. Sekundiga 100 milliard. 9 ta yana printer kelibdi qimmatidan. Hammasini sotib olaman. Pul ko'p bo'ldi, vaqti oligar qo'yib ketgan. Pul tiqilib yotibdi. Fuz mashina nima ekan? Nima? Fuzmi? Fuz qilib, menimcha aniq qilib bersak printerlarga. Bo'ldi, yana kuchaytirdik bazamizni. Kerak emas narsalarni sotib olamiz endi, berman bo'lmasa ekan, trade yo'q ekan. Короче, konveyerlar turishi kerak. Mana sell part. Mana ularni sotamiz, mana kerak. 55 ta printer, bularni hammasini bitta sotsa bo'lmaydi. Bitta sotish kerak ekan. Diamond printerda sotib olamiz, kerak emas. Yaxshi. Salom aka. Videomi? Video. Zona dahshatmi? Stokingizga yoradi 2 minutga. Hammasini cheksiz qilsa bo'lar ekan. 30 sekundga 36 Robux ekan lekin. 36. Robux ishlatish mumkin emas-a? Atak 30 sekund cheksiz qilib berar ekan. To'xtamada sotib olaman, narxini. Video like va obuna bosib qo'yinglar deyapti mana. Vallahi eshitdinglarmi? Videoga like bosib obuna bosib qo'yinglar. Mana shu bolalar ham menga obuna bosib like bosgandan keyin Dirjamga qo'shilgan. Sizlar ham men Dirjam qo'shmasanglar videoga like bosib kanalga obuna обязательно bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishsa, keyin bo'ldi. Telegram kanal ochgan, aplikasiyaga silkasini qo'yib ketaman. Telegram kanalda 200 ta obunachi bo'ldik mana. Ochganimizda 2 kun bo'ldi hali. 200 ta obunachi bor, yaxshi. Aktiv bo'ldi, juda ham zo'r aktiv. Hamma obunachilar chetda. Polist obunachilar ekan. Felix o'z obuna bo'lganman, Zohir Drive, Orf-B, Samik hammasi Dirjamniki. Stok kelishni kutamiz. 1 minutga stok keladi bola. 1 minutga stok. Stokdan keyin fuz machini ishlatib ko'rish kerakmi? Deyman, 3 ta printerni olar ekanmiz, 3 ta printerni olar ekanmiz. Keyin undan ham zo'rroq printer olsak bo'lar ekan. 3 ta printer tiqdim. 280 k qilib berar ekan mana. 280 klik printer berdi menga. 5 minutga tayyor bo'lar ekan. Vallahi 5 minut kutamiz berdi. Skip qilsa bo'lmaykanmi shuni? 8 ta Robux'im bor. Mani ham 7 Robux'im bor. Bir xil ekanmi? Obunachilarga Robux podarka qildim, tushmayibdi ekan. O'shana podarka ikkita qilsa ham men bilan o'ynaganda Robux tashlab beraman dedim. Robux tashlab berdim. Kelasiga 80 tadan tushyapti-da. Keyin отказ qilib yuborgan. Keyin o'zimga ham qaytib tushmadi. Shu bilan yo'q ketdik-da 80 Robux. Amirchikka ham necha marta shunaqa tashlagan yo'qoldi. Lekin tushish kerak. Menga qaytib keldi-da. Yo'q, qaytib keldimi? Unda menga qaytib kelgan bo'lsa, ishlatib yuborganda Amerika. Men o'zim ko'rmadim-da, qaytib kelganini hayron bo'lib, qaytib ham kelgan yo'q deyapman. Yo'q, qaytarib beradi 3 kundan keyin. 3 kundan keyin bo'lsa, balkim. Chunki men bitta obunachimga tashlab bergan edim, tushmadi, keyin menga keldi. Menga ham qaytarib bersa, shuncha Robux'ni jarga ketib qoldi men. 1 milliard pul yig'dim. 1 milliard va nihoyat. Endi 1% yig'dim 100 milliardni. Uni keyin qancha ochaman? Ko'paytirish kerak-da zonalarni, anolarni. Ko'paytirish kerak, printerlarni. Ana joyim to'lib qoldi. Qayerga printer qo'yishni bilmayman. Qimmatroq printer olib, musorlarni joyini almashtirish kerak-da, короче. Yo'q. Hozir Rebit'im anada eng zo'rdan qo'yib chiqaman. Qancha pul yig'ildi? 25 million mali? Reverse qilmagansiz? Yo'q. O'sha Rebit qilish kerak. Bilar bor.
Oy oy oy, o'zi pashti sonra cho'tkilardan bo'pti-ku hammasi. Cho'tki printerlardan bo'pti o'zi ham. 25 million. Dahshat. 1,5 milliard. Yo, qarashchi, nima qilamiz? Reversiya hali pul yig'ilmasa kerak. Ikkinchi qism chiqaramizmi videoni? Yo'q. Agar yig'olmasa. Da. Короче, bolalar, bu o'yinni ikkinchi qismini chiqaramizda, chunki AFK bu push dedi bunda, o'z Samik reverse qilganda ancha kuchayamiz. Keyin bolalar ikkinchi qismda albatta reverse'larni qilib, ikkinchi reverse'ga harakat qilib ko'raman, uchinchi reverse'ga. Yo, короче, shu joyda bolalar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Samik sizlarga xayrlashib qo'yibdi. Hammaga xayr bolalar, like bilan ham bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Da, Samik bilan ko'proq video chiqsin desanglar, bolalar kommentariyga yozsangiz bilib olaman. Samik bilan birga juda ham ko'p video chiqaramiz hali. Короче, hammaga xayr bo'laganda ko'rishguncha